hujjatlar berdingiz. Hujjatlar bergan bo'lsangiz, foizlar bilan tanishgan bo'lsangiz kerak. Maqsad nima? Nima qilyapsiz? Chorvachilik. Chorvachilik bor. Mol boqish. Yemish, yem-pashakda bor. Uzoq bilan 2 kunda shularni ta'riflayman. 2 kunda bitmaydi. Qanday bo'ladi? Знаешь, bundan chiqdi, o'shanday rejalarga bo'ladi. Bizda ruxsat bo'lgandan keyin faqat natar bizga bog'liq. Bu natar alohida bo'ladi. Bizda ruxsat hammasi bo'lgandan keyin natar pul olib ketishimiz